Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, eng qiziqarli va so'nggi xabarlar faqat bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting. Toshkentda erkak odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Samolyot quladi, bortdagi hamma vafot etdi. Endi shular haqida batafsil videoni oxirigacha tomosha qiling. Toshkentda erkak odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida odamlarni oshxona pichog'i bilan qo'rqitgan erkak qo'lga olindi. Bu haqda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Hodisa 18-aprel kuni taxminan soat 19:40 larda Sebzor ko'chasidagi avtoturargohlardan birida yuz bergan. Avtoturargohdagi tashvish tugmasi bosilgani sababli hodisa joyiga ichki ishlar organi xodimlari yetib borgan. Aniqlanishicha, 1958-yilda tug'ilgan X mast holatda avtoturargoh qorovuli va boshqa fuqarolarni oshxona pichog'i bilan qo'rqitgan. Jamoat tartibini buzgan. Shundan so'ng voqea joyidan qochib ko'p qavatli uylardan biriga kirib ketgan. U liftda voyaga yetmagan bolani urgani aks etgan videolar ham tarqalgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida fuqaro X ushlanib, ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. X tomonidan pichoq bilan hech kimga tan jarohati yetkazilmagan. Holat yuzasidan unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, ya'ni mayda bezorilik, 194 ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va 185-2 sovuq qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurish moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudiga taqdim etilgan. Sud tomonidan ushbu shaxsga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan deyilgan xabarda. Samolyot quladi, bortdagi hamma vafot etdi. Azizlar, video ostiga bir dona like bosishni unutmang. AQShning Illinois shtatida samolyot qulab tushishi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Bu haqda The New York Times xabar berdi. Hodisa 19-mart kuni shtatning markaziy qismida yuz bergan. Samolyot ochiq maydonga qulab tushgan. Bortdagilarning barchasi, ya'ni 4 kishi voqea joyida halok bo'lgan. Samolyot bir dvigatelli Cessna 180 hisoblanadi. Barcha yo'lovchilar Wisconsin shtati Menomonı shahridan bo'lgan deyilgan xabarda.